Bugun sizlar bilan matematikadagi mashhur o'sha x ni topish haqida gaplashamiz. Bugun demak sizlar bilan sodda chiziqli tenglamalar va ushbu diskriminant qanday paydo bo'lgani haqida gaplashamiz. Demak, birinchi ibtidoiy davrda hosil bo'lgan tenglamalar quyidagi ko'rinishda bo'lgan. Endi buni tushunishingiz uchun arab raqamlarida ifodasi quyidagicha bo'lgan. Ya'ni 14x plus 15 teng 71. Bu tenglamani ishlashda odamlar, o'sha davrdagi odamlar qanday hal qilishgan? Buni ishlash uchun x ni topish kerak va bu yerda biz nimani yo'qotib olishimiz kerak? Mana bu yerda turgan ortiqcha sonni. Ya'ni ular ikkala tomondan tenglikni ikkala tomondan 15 ni ayirib olishgan. Ya'ni tenglik bu ikkala tomon tengligini bildirgan. Ya'ni tarozini ham ikkala tomondan bir xil massa qo'shish mumkin yoki ayirish mumkin. Xuddi shunday ikkita bir xil sonni ayirib yuborishgan. Va natijada 14x teng 56 hosil bo'lgan. Biz yana x topishimiz kerak. Demak, x ni topish uchun ular yana qanday holat qo'llashgan? Ikkala tomonni bir xil 14 ga bo'lib yuborishgan. Va shunda bu 14 bilan bo'linib ketsa, bu yerda faqatgina x qoladi. Demak, 56 ni 14 ga bo'lishsa, demak, x javobi 4 chiqadi. Demak, oddiy sodda tenglamalarni shu yo'lda hal qilishgan. Demak, chiziqli tenglamalarni xuddi shu usulda, demak, muammolarni hal qilishdi, lekin Misrlik va Bobilliklarni miloddan avvalgi 200-yillarda bundan ham katta muammo kutib turgan edi. Ya'ni ularning oldiga proporsiyalar orqali hosil bo'lgan yangi muammo, ya'ni kvadrat tenglama keldi. Ya'ni o'zimiz biladigan diskriminant usuli. Demak, diskriminant usuli qanday hosil bo'ldi? Hosillar bilan shu haqida gaplashamiz. Avvalo, demak, quyidagi tenglamani yecha olishgan, ya'ni Bobilliklar, Misrliklar, xo'p, qanday yechishgan? Bularni geometrik shakllarni to'ldirib olish usuli bilan yechishgan. Ya'ni hozir tushuntirib beraman. Demak, ular birinchi o'rinda, demak, mana bu x kvadratga to'g'ri keladigan shaklni olishgan. Demak, noma'lum bir sonning kvadrat ko'rinishda, demak, kvadrat shakllar orqali, demak, x. Endi 6x kvadratni ikkita, demak, shaklga bo'lib olishgan, teng yarmida. Demak, 3x va 3x bo'lgan shaklga. Va bu narsa bizda 16x kvadratga teng bo'lgan. Mana ko'rishimiz mumkin, 16x kvadrat. Endi bizga yana bitta shunday shakl kerak bo'lganki, mana bu tenglikni to'ldirish kerak. Ya'ni to'ldirsa, bu tomoni ham qaysidir kvadratni, demak, tomoniga teng bo'lishi kerak bo'lgan. Xo'p, qanday hal qilishgan? Demak, hozir nechini qo'shsak, mana bu yer to'ladi desa, hozir bu tomoni bizda x bo'lgani uchun bu tomoni 3, to'g'rimi? Chunki ikkalasini bir-biriga ko'paytirsak 3x hosil bo'ladi. Shuning uchun bu tomoni 3, mana bu tomoni 3 ga teng bo'lgan 9 ga teng bo'lgan kvadratni qo'shib olishgan. 109 ga teng bo'lgan kvadratni qo'shib olishgan va bu tomonda ham bizda endi 16 emas, 9 ni qo'shib olishgandan keyin 25 ga teng bo'lgan kvadrat hosil bo'lgan. Endi xo'p, endi bunda bizda mana bu tomoniga e'tibor beradigan bo'lsak, bu tomoni endi bizda x plus 3 bo'lib qoladi. Ya'ni x plus 3 bo'ldi, lekin uni, demak, umumiy tomoni 5 ga teng bo'ladi. Sababi bu 25 ga teng bo'lgan kvadrat. Xo'p, bu muammoni endi chiziqli tenglamalarni yechish orqali hal qilishgan. Ya'ni x plus 3 demak 5 ga teng va ikkala tomondan bir xil 3 ni ayirib olish orqali x ni topishgan. Lekin bu usul ham faqat ularga musbat javoblarni bergan, manfiy yechimlarni topa olishmagan. Ularga bir muqobil, bir formula zarur bo'lgan. Bu formulani 15-asrlarga kelib yirik matematik olimlar kashf qilishgan. Hosillar bilan shu haqida gaplashamiz. Demak, diskriminant qanday paydo bo'ldi? Sizlar bilan shu haqida hozir gaplashamiz. Demak, diskriminant paydo bo'lishidan oldin bizga umumiy yechim uchun, demak, kvadrat tenglamani parametri ko'rinishi kerak bo'ladi. Demak, parametri ko'rinishda bu yerda ABC sonlarining o'rnida ixtiyoriy son bo'lishi mumkin, harflarning o'rnida. Xo'p, endi undan keyin nima qilindi? Undan keyin mana bu yerda turgan s ni ayirib tashlandi. Umumiy g'oyasi buni to'la kvadratga keltirish bo'lgan. Ya'ni umumiy g'oyasi x ga bog'liq to'la kvadratga keltirish orqali yechish bo'lgan. Xo'p, o'shaning uchun s ni birinchi o'tkazib oldik u tomonga. Undan keyingisida esa mana s hosil bo'ldi. Bu tomonda ayrilgandan keyin yo'qib ketadi. Mana bu yerda x kvadratni o'zi tursa, demak, mana bunday to'la kvadrat bo'lish ehtimoli juda ham oshadi. O'shaning uchun biz buni har ikkala tomonni hammasini a ga bo'lib chiqamiz. A ga bo'lganimizda bu yerda, demak, x kvadrat, mana bu yerda b taqsim a, mana bu yerda esa minus s taqsim a hosil bo'ladi. Endi undan so'ng esa bizga ikkala tomoniga mana buni to'ldirib olishimiz uchun bizdagi formuladagi 2ab va b kvadrat, ya'ni bu tomonga biz hozir tenglikni bu tomoniga yangi o'zgaruvchi qo'shishimiz kerak. Uni qanday qo'shdik? Demak, mana bunday
qildik? Ya'ni b taqsim a ni pastdagi narsani 2a deb oldik. Bu yerga 2 ni ko'paytirdik. Sababi yana o'sha narsa, ya'ni formuladagi 2 bor bo'lgani uchun. Xo'p, undan keyingisiga b kvadrat kerak bo'lgani uchun biz b taqsim 2a ni, demak kvadratini ikkala tomonga qo'shib oldik, tenglikni ikkala tomoniga. Va shu orqali biz mana bu tomonda turgan noma'lum qatnashgan tenglamani to'la kvadratga mana bunday qilib to'ldirib oldik. Ya'ni mana buni hammasi bizga x plus b taqsim a ni beradi. Bu tomon esa, demak, qavs ochib yubordik. B kvadrat va 2 ni kvadrati 4a kvadrat bo'lib qoladi. Endi bizga bu holat hosil bo'lgandan keyin nima bo'ldi? Mana bunday tenglik hosil bo'lib qoldi. Ya'ni biz umumiy mahraj berib yubordik. Umumiy mahrajimizda, demak, 4a ni bersak, bu yoqqa 4 ko'paytiramiz 4a ni. O'sha hisobiga b kvadrat minus 4a si. Ya'ni o'zimiz hozir sekin diskriminantga kelyapmiz. Demak, bu tomonda, demak, bir narsani kvadrati har doim bizda plus minus ildiz osti o'sha ifodaga teng bo'ladi. Masalan, x kvadrat teng 4 bo'lsa ham x teng plus minus 2 bo'ladi. Xuddi shunga o'xshab turib, demak, buni kvadrati plus minus mana bu ko'p xatga teng bo'ladi. Va bu ko'p xatda ham qaranglar. Pastidagi 4 2 ni kvadrati, tepasidagi, demak, tepasidagi ifoda ildizdan chiqmagani uchun, demak, uni o'z holaticha yozamiz. Ya'ni pastdagidan ildiz olsak, pastdagi 4a dan 2a bo'ladi. Xo'p, endi ikkala tomondan biz 2b ni yo'qotish uchun ikkala tomondan 2b taqsim 2a ni ayirib yubordik. Mana ayirib yuborganimizdan keyin vaziyat quyidagicha bo'lib qoldi. Ya'ni bu tomonda faqat x qoldi. Bu tomonga, demak, umumiy mahraj berib yuborib, demak, mana bu ko'rinishni hosil qilib oldik. Bu 17-asrgacha taxminan shu holatda davom etgan. Ya'ni buni hech kim diskriminant deb atamagan. Keyinchalik fanga biz uni, demak, mana bu yerda turgan b kvadrat minus 4a ni d deb belgilab olib, ya'ni diskriminant nomini qo'yganmiz. Ya'ni to'g'riroq tarixchilar qo'ygan. Shu haqida ma'lumotlar topdik. Shu haqida aytyapmiz. Xo'p, keyin uni qo'yganimizdan keyin mana bu ko'rinish quyidagi ko'rinishga almashadi. Ya'ni x da ikkita javobini topmoqchi bo'lsak, demak, minus b plus minus b kvadrat minus 4a ni, demak, biz d deb belgilab olganimiz uchun mana bunday, demak, ifodaga, ya'ni formulaga ega bo'lamiz. Bundan ham qiziq bitta formula bor, u haqida ham hozir gaplashamiz. Xo'p, keyinchalik bu tenglamalarning sonlari kattalashgani uchun odamlar bu paytda bilamiz, kalkulyatorlar bo'lmagan, hisoblashga qiynalishgan sonlarni. Shuning uchun Viet ham o'zini bir ajoyib teoremasini kashf qiladi. Xo'p, Viet teoremasi qanaqa edi? Demak, umumlashgan shunaqa tenglama uchun, demak, agar ikkita ildizi bo'lsa, ildizlari yig'indisi mana bu yerda turgan b taqsim a ni minusligi bo'ladi. Ildizlari ko'paytmasi mana bu yerda turgan sonni, demak, s taqsim a bo'ladi. Demak, bu teoremaga doir bitta misolni ishlab ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa juda ham tushunarli bo'ladi. Mana bunday misolni olaylik. Demak, 1x kvadrat minus 2x minus 8 teng 0. Ko'rinishdagi tenglama. Demak, Viet teoremasiga ko'ra bizda hozir mana bunday qilib ajratib olamiz. Mana bu yerda turgan sonni, ya'ni oxirdagi ko'paytma. Nima uchun? Sababi, qaranglar. Yig'indisi hozir minus b taqsim a bo'lsa, yig'indi hozir 2 ga teng bo'ladi. Chunki bu yerda a imiz 1, b imiz minus 2, s imiz minus 8. Shuning uchun, demak, bu hozir b taqsim a imiz bizda 2 ga teng bo'ladi. Mana bu yerda yig'indisi. Xo'p, endi mana bu yerda turgan son bizda, demak, ko'paytmasi, ya'ni ikkita ildizini ko'paytmasi. Biz shunday songa ajratishimiz kerakki, bularni ko'paytmasi yana minus 8 ni qaytarib bersin, lekin yig'indisi 2 bo'lsin. Xo'p, u qanday bo'ladi? Demak, plus 4 va minus 2. Demak, mana bunday qilib o'ylab topilgan. Ya'ni bu yana ham kvadrat tenglamani rivojiga katta hissa qo'shgan. Viet bu bilan cheklanmagan. Ratsional darajali, ya'ni natural darajali ham desak bo'ladi. Natural darajali ixtiyoriy tenglama uchun umumlashgan formulalar ham mavjud. Bu haqida keyingi videolarimizda batafsil gaplashamiz. Shunga o'xshagan qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning kanalimizga obuna bo'ling va o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring.